Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan hozirgi kunda juda ham aktual bo'layotgan va talabgir bo'layotgan 5 ta daromadli kasb haqida gaplashamiz. Ya'ni bu kasblar ham onlayn desak bo'ladi, ham juda ham talabgir bo'lgan kasblardan. Nima uchun aynan ushbu 5 ta kasbni tanladim? Sababi shaxsan o'zim mana 6 yildan beri ushbu digital sohadaman. 200 dan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatganman. O'quvchilar o'qitganman, o'zimning jamoadoshlarim bor va atrof muhitdan kelib chiqib aytishim mumkin, ushbu 5 ta kasb hozirgi kunda juda ham aktual kasblar. Unaqada kelinglar boshlaymiz. 5-inchisi bu copywriter yoki ssenarist. Copywriter yoki ssenarist degani bu o'sha videolaringiz uchun tekst yozib beradigan inson. Bilamiz, hozirgi paytda shaxsiy brend yuritadigan insonlar, ya'ni soha mutaxassislari juda ham ko'paygan. Misol uchun siz doktor bo'lsangiz, o'zingiz sohangiz bo'yicha videolar qilyapsiz. Psixolog bo'lsangiz, psixologiya bo'yicha, SMMchilar SMM bo'yicha videolar qilyapti va mana shu insonlar uchun videolarini, ideyalarini, ssenariylarini tuzib beradigan, yozib beradigan inson kerak. Bu o'sha ssenarist yoki copywriter bo'ladi. Yoki siz mahsulot sotsangiz, misol uchun Apple mahsulotlarini sotasiz va o'shani sotish uchun ham sizga qachon qayerda nimani gapirishi, sotuvchi videolarni, sotuvchi tekstlarni ham aynan shu ssenarist sizga yozib beradi. Va ular har bitta o'sha yozgan tekstidan yoki o'sha 1 oylik xizmat narxi olishadi va o'rtacha daromadi hozirgi paytda eng minimum $500 dan $1,500 boradi. 4-o'rinda juda ham talabgir bo'lgan, lekin juda ham kamyob bo'lgan soha mutaxassislari bular sotuv menejerlari. Sotuv menejerlari juda ham kam. Shaxsan o'zim mana 50-60 ta ortiq mijozlarga bir vaqtda xizmat ko'rsataman va ularga sotuv bo'limi topib bera olmayman. Chunki mutaxassis umuman yo'q. Sotuv menejerining vazifasi juda ham oddiy. Shunchaki onlayn bo'ladimi, offlayn bo'ladimi, telefon orqali telefon qilib, mahsulotlarni sotish. Ular uchun mijozlar juda ham ko'p. Birinchi yo'nalish misol uchun soha mutaxassislari, ya'ni ekspertlar. Bilasizlar, hozirgi paytda juda ko'pchilikning kursi bor. Misol ingliz tilini o'rgatadigan odam kurs o'tadi, ingliz tilini o'rgatadi. Veb-sayt yasagan odam veb-sayt yasashni o'rgatadi. Misol uchun o'sha ekspertlar kurslarini o'zlari telefon qilib sota olmaydi. Ular sotuv bo'limiga murojaat qiladi va sotuv bo'limi ularning o'rniga o'sha o'quvchilar yig'ib beradi. Misol uchun, to'g'rimi? Yoki xizmatlarni sotib beradi. Shaxsan o'zim ham sotuv bo'limim bor, jamoam bor va ularga yaxshigina oylik haq to'lanadi. Qanaqa qilib? Sababi ular meni o'sha SM xizmatim, konsultatsiyam yoki kurslarimni sotib berishadi va har bitta sotilgan mahsulotdan 5% dan 10% gacha olishadi. Misol uchun meni SM xizmatim $2000 bo'lsa, 10% uchun $200. Yoki kursimi misol uchun 7,5 million so'm bo'ladigan bo'lsa, 10% uchun 750 ming so'm. Agar misol uchun 5-10 ta sotib qo'yadigan bo'lsa ham bemalol uchun $1000 dan ko'p daromad topish mumkin. Sotuv bo'limi ham ko'pincha protsent asosida ishlaydi. Ya'ni mahsulotni o'zidan kelib chiqib, o'sha 1% dan boshlab u 50% gacha daraja olishi mumkin. 3-o'rinda mobilograf va professional video montajyor. Hozirgi paytda mobilograflarga talab juda ham katta. Sababi mobilograf orqali ishingiz juda ham tez bitadi. Bittagina telefon orqali kontentingiz tayyor. Lekin bozorda sifatli mobilograflar juda ham kam bo'lgani uchun talab hali ham juda ham yuqori. Video montajyorlarga ham xuddi shunaqa, ya'ni professional video montajyor bo'lsangiz, mana shunaqa menga o'xshagan YouTube yuritadigan insonlar bor yoki professional video qiladiganlar bor. Ularga montajyorlar albatta kerak va ularning ham daromadi bemalol misol uchun $1000 dan $5000 gacha chiqishi mumkin. Sababi bitta mobilografni mana hozirgi kundagi bozordagi narxini aytadigan bo'lsak, bitta video narxi minimum $50 dan boshlab $200 gacha chiqadi. Bir oyda nechta video olish mumkin? 2-o'rinda prodyuserlik sohasi. Bu juda ham aktual bo'lgan sohalardan, ayniqsa hozirgi paytda. Sababi hozirgi paytda bilamiz, ekspertlar juda ham ko'p. Ya'ni soha mutaxassislari. Misol uchun ingliz tilini o'rgatadi, kimdir rus tilini o'rgatadi, kimdir doktorlikni o'rgatadi, kimdir SMM, kimdir IT, to'g'rimi? Prodyuser mana shu insonlarga kursini sotishga yordam beradi. Misol uchun siz IT-shnik bo'lsangiz, veb-sayt yasashni bilsangiz va o'zingizga shogird olib o'qitmoqchisiz, qo'shimcha daromad qilmoqchisiz. Shu paytda agar sizda 100 mingtalik auditoriya bo'lsa ham, o'zingiz o'ylagandek kurs sota olmaysiz. Misol sotishingiz mumkin, 5 ta, 10 ta sotarsiz, lekin prodyuser yordamida sotadigan bo'lsangiz, uni даже 100 ta, 200 ta ham sotishingiz mumkin. Sababi prodyuser o'sha insonlar kurs sotib olish uchun qiymatni, ya'ni kursning qiymatini to'g'ri yetkazib bera oladi. Ular odatda protsent asosida topishadi, ya'ni 50-50, 40-60 bo'lishi mumkin. Bu degani, misol 100 millionlik kurs sotsangiz, shundan 50 millioni, ya'ni prodyuserniki, 50 millioni soha mutaxassisniki bo'ladi. Oxirgisi va eng birinchisi bu SMM mutaxassislari. Bu hech qachon o'lmaydigan, talabgir bo'ladigan va daromad ko'p bo'ladigan sohalardan bittasi. Nima uchun unaqa deyman? O'zingiz mana shaxsan tasavvur qiling, bitta yangi kafe ochildi yoki uchemni sentr ochildi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda profil ochmasdan turib biznesini ko'tarib ola olmaydi.
Hech kim misol uchun o'tib ketyapti, 3-sinfda ekanda va yozilaman deb shundoq qo'shilib ola olmaydi. Albatta Instagramda ko'radi, odzivlarni ko'radi, videolarni ko'radi, o'quvchilarni ko'radi, keyin shu kursga yozilishi mumkin. Demak, mana ko'rishingiz mumkin, ism mutaxassislariga talab juda ham yuqori. Shaxsan men o'zimdan kelib chiqib aytishim mumkin. O'zim mana 6 yildan beri shu ism sohasida ishlayman. O'zimning shaxsiy agentstvam bor. Deyarli O'zbekistondagi eng katta agentstva. 200 dan ortiq mijozlar bilan ishlaganmiz. Va juda ko'p insonlarning o'sha mijozlarni aytadigan muammosi bu sifatli ism mutaxassisi yo'q. Ya'ni doim qaysidir mutaxassisdan kuyib qolgan, nimadir ishini qilib bera olmagan, va'da berib qilib bermagan, mana shunaqa muammolarga uchrashadi. Talab esa juda ham katta. Также daromadi ham juda ham katta. Esa mutaxassisi oylik ko'rinishda daromad oladi. Misol uchun eng minimalni 1 oy uchun xizmat narxi $500 dan $2000 gacha chiqadi. Misol uchun hozirgi paytda bizning 1 oylik xizmatimizning narxi $1500 dan $2000 gacha. Даже bir xil klientlarga individual tariflar qilib beramiz, u undan ham qimmat bo'lishi mumkin. Va bunaqa klientlarimiz soni hozirgi kunda 50 dan oshiqroq. Ya'ni endi o'zingiz hisoblab chiqsangiz, mana agentstvamning daromadi, ya'ni umumiy daromadi bemalol $100,000 gacha chiqadi. Lekin bu $100,000 to'liq bu direktorga bormaydi. Sababi siz jamoangiz bo'lmasa, unaqa 50 ta proyekt yurita olmaysiz. O'zingiz bitta ism mutaxassis sifatida 4 ta 5 ta proyekt olishingiz mumkin. Ya'ni bu degani misol $1000 dan bitta proyekt oladigan bo'lsangiz ham $5000 daromad qilishingiz mumkin. No, bu уже patolog bo'ladi. Agar siz agentstvo ochadigan bo'lsangiz, menga o'xshab, уже sizda уже daromadingiz cheksizroq bo'ladi. Cheksizroq deganda qanaqa? Ya'ni siz ko'proq klientlar ola olasiz. Jamoangiz qanchalik katta bo'lsa, jamoangizni qanchalik sistemalashtirib qo'ygan bo'lsangiz, shuncha ko'p daromad topa olasiz. Xo'p, mana o'rtoqlar, sizlarga ushbu 5 ta soha haqida gapirib berdim. Bu shunchaki gap so'zlar emas. Bu narsani isbot sifatida o'zingiz shunchaki Instagramga kiring. Juda ko'p shu zamonaviy sohada ishlab yurgan insonlarga qarasangiz, hammasi zo'r inomarkalarda yurishadi. Mercedes, BMW misol uchun o'zingiz ham shaxsan tanishingiz mumkin. Kimlarni taniysiz zamonaviy kasbda, yaxshi mashinalarda, yaxshi pul topib yuradi. Kommentariyada yozib keting, shtob qolganlar ham ko'rsin. Bu shunchaki osmondan olinib aytayotgan gaplar emas. Shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytayman, ushbu sohalarda haqiqatda daromad ko'p. O'ylaymanki, o'rtoqlar, sizlarga foydali bo'ldi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha xayr.